Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana bizani zakazimiz keldi. Hozir shuni ochish jarayonini boshlaymiz. Xitoydan stanok tishlarini zakaz berganmiz. Orqa taraf bo'lsa kerak bu. Buni mijozimiz bizaga stanok tishlarini o'lchamlarini olib berishgan. Mana bunaqa ko'rinishdagi noyob model. Bu plastmassani qayta ishlaydigan stanok drabilka qismi uchun kerak bo'ladi. Bu drabilka plastmassani maydalab un ko'rinishiga keltiradi. Mana shu tishlardan zakaz berishdi. 4 ta korobka keldi. Xitoydan nima zakaz buyurtma bermoqchi bo'lsanglar, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zimiz olib kelib, mijozni joyigacha kerak bo'lsa chiqarib yuboramiz. Ertaga ertalab mijozimiz keladigan bo'lishdi. Obuna bo'linglar. Agar bundan ham qiziqarli videolar kerak bo'lsa, bemalol kommentlarda o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Yana qanaqa videolar joylab boringlar, nima soha bo'yicha